O'tirmang, olmang. Sizda ko'p narsa bor-da aka, hozir -5 gradus, 10 gradus sovug'i bo'lsa, gazimiz sirazi o'chib qoladi. Shahar hokimini ham gapiga qaramayapti, qilmayapti. Garovga qo'yib, bankdan kredit ham olmoqchi ham bo'lgan. Yangihayot tumani Yo'ldosh 6 dahasidagi aholiga 5 yil deganda endi gaz berildi. U ham bo'lsa, dekabrning 2-dekadasidagi murojaatdan so'ng. Kalavaning uchi hozir ko'tariladigan mavzu kadastr bilan bog'liq. Hokimiyatlarga bordik, Rovdi, prokuratura hamma joy qolmadi xullas. Ijobiy hal bo'lavermadi. Firmaga murojaat qildik, firma hokimiyatga tashyapti, hokimiyat firmani aybladi. Xullas ikki o'rtada mana bu 500 dan ortiq aholi sarson. Hokimiyatga bordik, hokimiyat firmani ishi chala dedi. Fuqarolarning arzlari bir necha urinishlar, naq 4 yildan oshiq murojaatlardan so'ng shahar hokimiga yetib bordi. Tunda bo'lsa ham o'zi kelib gazni yoqtirib berdi. U ham shartli ravishda aprelda yana o'chib qolsa kerak deyapti fuqarolar. Shahar hokimi bu bizni mana shu qurilishni qurgan firmani boshlig'iga ham topshiriq bergan, qilasan mana shu kadastrni deb. Lekin u shahar hokimini ham hech kimga gapiga qaramayapti, qilmayapti. Endi u sal o'zi kuchliroq odam ekan, bizning kuchimiz yetmayapti. Qurilish firmadagilar mana yerga keladi-da, bizni firmada dokument, hamma hujjatlar tayyor deydi. Olib borib ko'rsataman deydi, borib ko'ramizda, farshiy yolg'on hujjatlar ko'rsatadi bizga ular. O'z uyingda hujjatsiz yashash qiyinchiliklarini bu insonlar juda yaxshi bilishadi. 4 yil davomida uyni elektr energiyasi bilan gazsiz isitish deputat Alisher Qodirov aytganidek faqat elektr bilan yashash shu insonlar tajribasidan o'tgan. Kadastr bo'lmagani sababli bog'chalarga muammo bo'lyapti bolalarimizga. Mana qizimni yugurib, yelib 3-maktabga iltimos qilib joylashtirganman. Vaqtinchalik propiska qilib. Hozir bu yil o'g'lim maktabga chiqish kerak. Mana qo'shnilarimda nechta bola bor yana. Bu firma mashina turar joyini va'da qilgan, uning o'rnida hozir boshqa kompaniya qurilish boshlagan. Elektr energiyasi uchun zamonaviy transformator qo'yib beraman deb 200 xonadon uchun kichik bir shitni ulab qo'ygan. Yuqori kuchlanish sabab u ham bir necha marta portlab ketganini ham ko'rish mumkin. 1-apreldan bizni gazimiz uziladi. Chunki litsey yo'q. Litsey uchun kadastr kerak. Kadastr uchun firmaga hozirroq harakat kerak firmani. Umuman absolutni harakat qilgan yo'q firma. Xonadon egalarining aytishicha, bu firma bir nechta nom ostidan uylarni sotishgan. Biri Eram qurilish bo'ladigan bo'lsa, boshqasi Eco Leader Plus. Bulardan juda ham ko'p. Bizni uyimizda garovga qo'yib, bankdan kredit ham olmoqchi ham bo'lgan. Biz shuning uchun borib, o'sha ko'pchilik bo'lib eshitib qolib, borib do'psaklashana qilib bitta firmaga o'tkazasan. Hammamiz har xil firma deydik. O'shani hammasini bitta shartnoma qilasan deb Eram qurilishga o'tkazdik hozir. Biz esa qurilish kompaniyasi bilan kadastrni qachon qilib berish haqida so'rash uchun ular bilan bog'lanib ham ko'rdik. Ekspertiza jarayonida turibdi. Taxminan qachonda bo'ladi bu endi? Endi men ularning ishiga aralashaman. Endi xudo xohlasa chiqib qoladi o'zi. Harakatdamiz hozir. O'zi shu paytgacha nimaga bo'lmagan? 2019 dan buyon? Yo'q, bilmayman. Men endi shug'ullanma berib qo'yganman shunda, xudo xohlasa. Qayta murojaatlardan so'ng bu masalani shaxsan Toshkent shahar hokimi o'z zimmasiga olgan ekan. Hokimlik matbuot kotibi bilan telefon orqali bog'langanimizda ulardan quyidagicha javob oldik. Hozirda loyihachi tashkilot va qurilish tashkiloti orasida hujjatlar borasida yetishmovchilik bor. Hujjatlar ekspertizadan keyin o'tib, go'spriyomka, ya'ni uylarni qabul qilish jarayoni bo'lib o'tadi. Undan keyin kadastr hujjatlari beriladi. Aslida bu jarayonlar 3-6 oy davom etadi. Lekin topshiriqqa ko'ra bu jarayonni tezlashtirish choralari ko'rilmoqda. Har ikki tomon javobi ham bir-biriga yaqin bo'lganini inobatga olsak, masala to'laqonli yechilishga oz vaqt qolgan bo'lishi ham mumkin. Biz ham aholi o'z uylariga hujjat bilan tez kunlarda egalik qiladi va muammolardan xalos bo'ladi deb umid qilamiz.